Yunusobod Betonkadagi Xonsaroy okean loyihasida bir xonali kvartiramiz chiqdi. Arzon narxda berib yorilyapti. 37.900 dollarga kadastri chiqqan kvartirani ko'rsatamiz. Ikkita baquvvat lifti bor, kattakon podez. Kirganimizda mana chap qo'lda alohida sanuzelari, buni birlashtirib olib, bu hojatxona qismi. Buni ham oshxonaga qo'shib yuborsalaringiz bo'ladi bemalol. Oshxonasi gazi kelib turibdi, sovuq suv, elektri kelib turibdi, ishlatilmagan двухкотельный kotyonlari bor. Podezdan kirganimizda o'ng qo'lda kattakon zali, bez remont holatida o'zi maydaroq ko'rinadi. Balkoni taxminan 0.5 ga 6 metrlik balkon. Balkon bilan qo'shib hisoblasa umumiy 39 kvadrat atrofida chiqadi. Balkonda mana chiroyli manzara ko'rinib turibdi. Mana Toshkent teleminorasi. Mana yonida parkovkalar joy uchun joy yetarlicha, xudo xolasa. Bu o'rtada turgan bino masjid ekan. Hozir ishladi, ishlamadi xabarimiz yo'q. Xonsaroyda 16 etajli domining 14-etajda. Lokatsiyasi mana betonka bo'yida joylashgan, havosi toza joyda. Xonsaroy okean turar joy majmuasi. Eng yaqin metro Turkiston metro bekati hisoblanadi. Taxminan 10 minutlik masofalik yo'l. To'g'ri tushganimizda Megaplanet Universal dehqon bozori. Pastdan nomerga aloqa chiqib olasizlar, faqat naqdga sotilinadi. 37.900 dollar ustida ozgina o'tib beradigan joylari bor. Kadastrlar kuni kecha chiqdi. Bizdan uzoqlashmang, arzon variantlarni o'tkazib bermaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.